Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Namangan viloyati 3 tumanida xonadon uchun quvvati 10 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yish uchun keldik. Karkazlarimiz deyarli tayyor. Sizlarga ko'rsatib o'taman. Deyarli tayyor bo'ldi. Hop, ikkita seksiya bo'ladi. 8 tadan 16 ta panel. 2 ga bo'lib qilyapmiz. Oralari 3,5 metr. Sizlarga kichikroq ko'rinishi mumkin. Mana shunaqa ishlarimiz davom etyapti. Yana ham batafsil panellarni qatri bo'lib, barcha ma'lumotni berib, ishlarimizni ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etinglar. Ishlarimiz davom etyapti. Tepada panellar qotirilyapti. Biz bag'da montaj ishlarini qilyapmiz. Hamma zashtalari, bu kirish kilemliklari albatta missimdan qilamiz. Ishlarimiz mana shunaqa chiroyli davom etyapti. Panellarimiz joylashuvi bu. Panellarimiz Longi Haymo X10. Quvvati 640 vatli. Umumiy soni 16 ta. 10 kW dan oshiqroq bo'ladi bu. Hop, panellarimizni joylashtirib oldik. Montaj ishlari ham mana akkuratniy qilib kabellar olib kirib ketilgan. Zazimlanish ishlari to'liq amalga oshirilgan. Panellarimiz mana shunaqa janubga to'g'ri 180 gradusda qarab turibdi mana. Hech qanaqa soyalanish yo'q. Hammasi chiroyli, sifatli qilib ishlarimiz mana shunaqa amalga oshirildi. Pastda montajlarimizni ham tugatdik. Hozir inverterimizni ishga qo'yamiz. Inverterimizni ishga qo'yib, sizlarga ko'rsatib o'tamiz barchasini. Ishlarimizni yakuniga yetkazdirdik. Inverterimizni ishga qo'yib qo'ydik. Hozirgi vaqtda 7,5 kW ishlab turibdi. Qish vaqtiga bu yomon emas. Hop, mana shunaqa sifatli chiroyli ish bo'ldi. Barcha zashtalari bilan zazimlanishlari hammasi amalga oshirildi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.